的，电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》第2阶段对决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shunaqla qizg'in tomoshabinlar. Hozir sizlarning diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'g'ri universal san'at programmasi 6-qarar Altın Göher Ipak yo'li sadosining 2 bosqichi bayga. Men riyosatchi do'stinglar Nijat Ali Yaqub. Cezmen musulluk mul buldu Zepmu çiraylık geldi bahar Oy Zepmu çiraylık geldi bahar Şundaki malumlarning iliqi degan davliylaricha mana naqshlardan chiqib turdi-chu, menda yana unda qilsa tonglingni ochsa chiqib turadigan kimchi. Zepmu chirayliq deb mushu gap raslam konu gap. Tejanda jabin yashan. Zepmi yaxshi tavsiya bo'ldi. Mesirni tavsiya qilay. Zepli keskin tavsiya bo'ldi. Keskin mijozim bor. Mana bir zepmi bir tavsiya kelanmay qolib qoldim. Zepmish kelandim. Zepmish kelandim. Shunda shuni zepmi bir qaror qilib qoldim. Bu qarorni chiqarishga maktab mudirimizning o'qitishmay qilishi mumkin. Sho'jana, ha? Chuqum 2dan 1 tanlashdi. Eng oxirgi qarorim Müyesser. Mübarek olsun. Müyesser. Sizning qizg'in qutlaymiz. Shunaqa keyingi bosqichlarda tezim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz. Mübarek olsun. Afsuslanishning hojati yo'q. Qoida mushnaq vaqtlarda zapmi chiroyli keldi, aram deb turib, o'zimizga tasalli bersak, shunaqla texim yaxshi holatga o'tishga tayyorlik qilsak, balkim atidagi manzilimiz yanimi zapmi bepoyon bo'lishi mumkin. Hissiyotingizni anglaydi. Men musobaqa qatnashib, menda tanlash mavjud bo'lib boqmagan. Men tunji qadim tanlanib bo'lgan. Shu Abdulladovligi ustozning ko'ribsiz tanlangan vaqtimda men tanlanib bo'lgan. Menda başdan oxirigacha menda shalinish degan ideya tanlandi yo'q. Chunki bu musobaqaning ayog'lash uchun cheg'onlikni o'ylaganlar va meniki sen dishim Müyesserga keyingi g'alablar yutuqlarga yer bo'lsin. Ma'lum sizga rahmat. Ko'plagan bilimlarni berdingiz. Ko'p rahmat. Yana shu oxirida ekran oldidagi ko'rib turayotgan barcha urug'liqlarimga, ota-onamga, do'st va birodarlarimga, yana shuninglar bilan birga meni yaqindan qo'llagan shu ayolimga ko'p rahmat aytaman. Yana mushaga chiqishimga menga yaqindan yordam bergan Darvoz taomlar saroyiga ko'p rahmatim bor. Ustoz ko'p rahmat. Yaxshi teklab, yaxshi bilimlarni berdingiz. Ko'p rahmat. Bir so'zni aytib to'g'ri aytdingiz. Shallash degan so'z bizning programmamizda mavjud emas, balkim vaqtli xo'shlashishimiz. Chunki amaliyot musobaqa nomi bilan atilayotgan mazkur programmamizning o'rtaq maqsadi ekran oldidagi har millat ko'rmanlarga san'at sovg'asi tayyorlash, xalqning turmushini betish, avtonom rayonimizni madaniyat bilan oziqlantirish chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shish. Shunday bo'lganlik uchun nomer berganligingizga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizga.
Yespol bilen İrpan'ni bir grup kıldık. Bu ikisiga biz dölet tilediki şu modiqim naqsh sahasida naite yaxshi ko'rishga erishgan Mo degan naqshini Ablat akam ikkimiz masalashib taqsim qildik. Sizningcha bu ikkisining İrpan bilan Yespolning ovoz sharoiti, uslub jihatda taqsim qilishga qandaroq ko'z qarashda qaraysiz aka? Bu ikkilerini bir grup qilibmi biz xato qilmadik. Nihoyatda to'g'ri bir yerga kelgan bir juk mayirlar bu ikkilerini. Chunki bu ikkilerini yosh jihatdan ajoyib. Butun bizning guruhda Ig'irliqimi taklif qilamdik. Ig'irligidan tortib, to'g'ri. Ondan bu ikkilerini bu naqshni taqsim qilishda yana shu ikkilerini naqsh etish uslub xarakterlarini shu o'ylashib turib bu shu naqshni taqsim qildik. Menimcha bu naqshni bu ikkilerini tushdi. Bu ishkelerning bir yerga kelib bu naqshni ijro qilishi, necha vaqt mashg'ulotlarimi bak ko'nglimizdagidek ish bo'lganligini bizga his qildirib kelyapti. Navbatki sahnamizda bo'lmoqchi bo'lgan sahnamizga taklif qiladigan mayirlarimiz Yespol bilan İrpan Mamtman. 21 yıllık terakkiyat basqıçını muvaffaqiyat kesip ötüp guruhlaşkan tarkanıga aylangan Şanghay Göher Guruhi mayırlarga omad tilaydi. Atikto iliq tug'ilgan kuni baramdiq. Barimizda endi Barli. Bamsaq set turdi shundan. Odash levsur qo'nran gejib chiroyli ko'zam tushdi juma. Hey mama. Hey adash. Bu levsurqum Altungərning levsurqi, may yüzümki maymış şu, qaş qalam, közgürüm hemmisi şu markanınki. Şoň altındak faqira ketdim digine. Şundan çistay ketdik. Bila berip itkilemdi qamsa. Sen alamsa? Men malak. Chiroyli qilib kelsan ko'ramay qolamanmi? Maqolamiz ketdik. Salam dostlar, men Yespol Төлөв. Yaxshimsizlar ko'pchilik, mening ismim Irfan Mo'min. Осы жолғы жібек жолы даусына қатынасып, Avlat мұғалымның группасына бөлінуіне өзімді қатты бақытты санаймын. Birinchi bosqich musobaqadan keyin uydagilarim intayin xush bo'ldi. Енді келесі айланында бізге бөлінген ән Mo деген тамаша бір ән. Бұлда машық барысында Avlat мұғалым және Керімжан ағамыз көптеген өзінің тәжірибелерін, өзінің білімдерін бізбен бөлісті. Ustozlarga ko'p rahmat. O'zimga madad beraman ham Yespolning yaxshi o'zini namoyon qilishini umid qilaman. Mayli, ikkovimizdan qaysimiz keyingi maydonga o'tsek de, бұл жолғы орындаған Mo деген әніміз халықтың және ұстаздардың көңілінен өтетін бір тамаша әсер қалдыратын бір ән болуын үміт етемін. Biz shunda olganda bu bir jib mayirimizni keyingi bosqichdagi mashq vaqtidagidek o'zining rolini yaxshi joriy qildirib bu ikkinchi bosqichda peki bosqichimizni chiroyli oxirlashtirishiga go'zal tilaklarimizni bildiramiz.忍不住化身一条固执的鱼，逆着洋流独自游到底。年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉没在深海里，重温几次，结局还是失去你。我被爱判处终身孤寂，不还手，不放手，笔下画不完的圆，心间填不满的缘，是你。为何爱判处终身孤寂，挣不脱，逃不过，眉头解不开的结，命中解不开的结，是你。
我是寻你，忍不住化身一条固执的鱼，逆着洋流独自游到底。年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉没在深海里，周而复始，结局还是失去你。我被爱判处终身孤寂，不还手，不放手，笔下画不完的圆，心间填不满的缘，是你。为何爱判处终身孤寂，挣不脱，走不过，眉头解不开的结，命中解不开的结，是你。眉头解不开的结，命中解不开的结，是你。A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Shinjong Cho'ng Ustam yemakli chek sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Aqtafka qo'saq bek ochdi. Oshxona kirib dik lag'mandaq birini qilib chiqmamizku. Voy aka, nima deysan? Men tamoq ichishni bilmasam. Voy, nima deyapsiz? Bor, cho'ng ustamning tetqus bor deyman buni. Vo. Mushni o'ngilama shu. Gulgul keltirib o'tsa tamoq. Vo, payzikami. To'xtang, ha? Hozirlik qilay. Sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har va oy go'har terasrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida buzish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkardilik rolini o'tayotgan Shinjong Cho'ng Ustam yemaklik cheklik sherikti programmamizni alohida talab qildi. Onun başka rayonimiz havasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Shinjong Hardambog' yemek-içmek pay cheklik sherikti programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidaligiga ega Shinjong imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib kelayotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüç xanım qızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpat ve pason jihatda xanım qızlarının alqışıga, şunaqla itiraf qilishig'a erishib kelayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Ko'rman do'stlar, sizlarga ayon bo'layotganidek Hardambog' gruppasining katta baygisi mayirlarimizning isil hamkorligi bilan nihoyatda ravon Yusunda davom etyapti. Albatta, yana bir qatam sizlarning o'rinlashinglarda shunday naqshlarni anglaganligimizdan ham xursand bo'ldik, hayajonlandik. Ablat muallimning yaxshi bir qaror chiqarishiga albatta ustozlarimizni yordamga taklif etamiz. Qanundaqda Hazrati Ali muallim ishkaylardan uzuk nahayat tushgan bir naqshni aytdi deb o'ylayman. Uzuk tushgan bir naqsh aytishim bir huzurg'u, bir foshiya. Ondan Erpan beshi sal jitilish bo'lgandek bo'lib qoldi, ha. O'ttir kelgandek bir aql ichilib ketdi. Ondan ikkisi bakcha unda farqlar yo'q, men demoqchi o'g'lim hamda. Ondan mau naqsh o'rlashdan boshqa bir şey hissiyot chat ifodash gap qolgan vaqt kelganda Espolninki hissiyotni taxim bir ifodash taxim kuchli bo'ldi deb o'ylayman. Tavsiyaga men Ablat ustozga Espolni tavsiya qildim. Rahmat, xursand bo'ldik. Tosh Muhammad muallim. Mencha bek zo'r farqi yo'q ikkalanda. Endi chuqur bir tavsiya qilish tabiiyda. Shu sababdan men Espolni
tavsiye qilaman. Xursandmiz, Aygül xanım. Her qıtımlıq müsabaqanın pekiga kelgan vaqtida bulab özümüzning guruhidagi adamni özümizga sapmışdaq. Qilgan vaqtida eng cho'ng bir qiyinchilik mushu kuy bekitish, asar tanlash, andan keyin guruhlash. Bu bek cho'ng qiyinchilikka, lekin ma guruhi shundaq mos kelgan, xil-xiliga tushgan guruh ekan. Unisi o'sish bo'pti. Masalan, İrfan malımda bu ötken qıtımda anlagandagida nazırqida sahnada xili beklam temkinlik bor. Xili bir o'ziga ishonch bor. Ikkilanlarda o'sishni ko'rdik. Yetilishni ko'rdik. Xo'sh. İrfan malımni tavsiya qilaman. Rahmat. Xursand bo'ldik. Qani muallim. Rahmat. Qanaqa bir chiroyli aytdinglar. Men bu bosh ustoz ikkisini tanib qolsangiz bo'ladimi degan maslahatni beraman. Lekin hozir qilmish hissiyat masalasida men İrfan malım tavsiye qilaman. Rahmat, hoş bulduk. Şinjan Xan muallim. 二位选手唱得很好，配合的也非常好。我觉得好像跟原声一样啊，唱的真是太好了。要推荐的话，叶斯波尔，谢谢。Abdullah muallim. Yaxshi naqshchilar ekan bular. Gap yo'q. İrfanning tuvan ovozidami muqimlik bor. Muşnarak o'xshaydi desam, mana yuqorisinimi hamdan aytdi. Ispolning ovozida yo'ruqlik va uningga qaraganda ish qilib, bir-biridan qilishmaydigan aloyliklar bor bolalar aka. Menmo hamda İrfan muallimni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Keremjon efendim, o'quvchilaringizga balkim alayda mehringiz bo'lishi mumkin, ham tushanchingiz cho'nqur bo'lishi mumkin. Kimni tavsiya qildigansiz? Bu ikki o'quvchimiz nayt suyumlik yaxshi bolalar. Esbolmi shu, İrfanmi shu, nayt guruhimizdagi eng yaqinliq bolalar hamdi. Masalan, salom saati cho'ng, nayt ustozning o'rimtini joyida qilib, xizmatlar har ikkisining shuncha aldirash bo'lsa-mu, vaqtdan vaqt chiqarib har qatimliq paylanga eng baldo kelib, eng keyin ketib qilyotdi. Esbolning xizmati İrfandan aldirash. Albatta bularning go'yo vaqtida kelanmay ruxsat so'rashlarini to'g'ri tushunamiz. Ham bugun naqsha yetishiga nisbatan har ikkisi 50 nayt chiroyli aytdi. Hargiz birisini tavsiya qiladigan holat emas. Sahnadagi ikkisining obrazi, hamkorliklarimiz shunday go'zal ustozning topilgan topshiriq shu yaxshi aytinglar naqshini, raqobat engi bo'lib qolmasin deb. Bular haqiqatan hamkorlik degan narsani chiroyli ko'rsatdi. Xo'sh. Men baribir tashlaydigan biletga o'xshash erishganlar qaysini tashlasa, men yes bo'lib tashlay. Rahmat, xursand bo'ldik. Abdulla muallim yuqorida İpek Yolu Sadası programımızın 6. qararida siz bilan safardosh bo'layotgan birodarlarınız, septaşlarınız sizning to'g'ri qaror chiqarishingiz uchun o'zining oqko'ngillik bilan, samimiylik bilan bergan tavsiyasini sizga hadiya qilgan bo'ldi. Bu tavsiyalarning sizning to'g'ri qaror chiqarishingizga yordamda bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. O'ylaganlaringiz bormi? Anglag'ash, eng oxirgi tanlashingizni berib atsangiz. Ustozlarning tavsiyalariga rahmat. Bu ikki mayir haqiqatan o'zini to'xtatgan bizning guruhimizga nisbatan o'zini to'xtatgan tajribelik. İrfan o'zi hamda ma'mur boshqarishni bitirib, ya'ni shu ma'mur xizmatida bo'layotgan. O'ziningki shu oiladagi shu naqsh musiqa san'atidan iborat bir oilaviy kayfiyat va shu talant bu İrfandan bo'lg'achqa garchi ma'mur kasbida o'qib, ma'mur xizmatida bo'layotgan bo'lsa-mu, naqshini bek yaxshi aytadi ekan. Bo'libmi tuvan ovoz rayoni shunchalik rahat ekan. Mushu mashq jarayonida mush naqshining shu tuvan yerini ham o'qitib anlig'im kelib ketadi. Haqiqatan ballim deb ketdi, liqimda bir gapda nayt yaqimliq so'z qilayotgandek shunda rahat. Ispolniki ovoz yo'q. Tuvan taraflari İrfandek emas, lekin yuqori tarafi yaxshi. Birodarlar, qo'linglarni beringlar. Ispol o'zi bizning qozoq qarindoshlarimizningki qatida hali nomi chiqqan. Ispol desa biz tanıydigan mushunda bir tajribaga, mushunda bir o'ringa chiqqan yaxshi naqshchimiz ekan. Rahmat. Men İrfan va Ispol bilan men bundan keyin bir o'zim bir yana mushu bir bo'shliqni to'ldirish imkoniyatida bir hamkorlik fursatini men yaratishni cho'qim qilaman. Mening eng oxirgi qarorim Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Payçək şirkəti Mahirlağa omad tilaydi.
Göher armanlarını rastıllı kol bilen tutqılı, köz bilen kögül buluduğun Göher'e aylandırdı. Bu, Şanghay Göher Guruhining baş moderi Göher Hanım'a berilgen oddiy, lekin chin baha. U to'p-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nahiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Xinjiang Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Xinjiang Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Haynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini borliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning girim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Xinjiangning jug'rofiyalik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponglashtirish roliga ega Oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Şanghay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhiri bilan odamga uni xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, Yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz girim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng donliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni borliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli Boniausan tarkibli kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Şanghay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatli mag'rur yagona birli Şanghay bor. Şanghayda yo'ruq yulduzdek chaqnab turgan Xinjianglik Göher bor. Şanghay Göher guruhi. Aku, o'xshagan bir tamoq qo'shib yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga, taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga, taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari. Nimishqi mojito davirsa? Hərdən bax Cam ichimlik şirketining yoshlarga bo'lgan eng yangi sovg'isi Cam Mojito ichimlik. Mojito ko'ngilga yaqindir, Mojito yurakka baridir, Mojito sinaridir. Yoshlik va shoshlikning ta'mi Cam Mojito ichimligi. Cam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysan bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik,
sehiylik yoğrulgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Her işkili hukukçunu müşahede kaldırıp durup yana bir ikinci katımlık fırsat yaratış. Rahmat. Ustozdan tanışıga hurmat qilamiz. Hem afsusluq, hem to'g'ri tushunishga bo'ldigan bir natija bo'ldi. Her işkili hukukçumuzun bu avaz şaraitini elip etkanda özü halisa keler kıtımlık 7. kararlık yetek yolu sadası programısı her işkilisi bivasıta uğrunduk aylandırdığa yegili katnışışqa ruhsat kılaydı. Rahmat ustoz. Dastlabki tanlanishdan olqib, bevosita musobaqa maydoniga kirib, musobaqa qatnash imtiyoziga erishdinglar. Muborak bo'lsin. Bu programının qoidasi bo'yicha 7. qarorda tutib turib, 8. qarorga chiqish mumkin bo'lar. Lekin uni da valqitimiz hozir. Rahmat, xursand bo'ldik. Albatta, buning uchun oldi bilan o'zinglar xohlasanglar, shunaqla o'zinglar qizg'inlik bilan biz bilan qayta uchrashishni umid qilsanglar, biz har vaqt vaqtimizda sizlarni qarshi olamiz. Qani, yurak so'zinglarni anglaydi. Ablat ustoz rahmat. Keremcan Ma'lum sizga rahmat. Endi bizning bu grupda bizning bir şuarımız bor. Biz mushu Ablat ustozning gruppasiga tanlandik. Keynidan bizda shalinish bo'lmaydi. Bugungi ustozning qaroriga biz cheksiz hurmat va bo'ysunimiz. Bu qarormi bu nondan keyingi bosqichlar uchun shunda qaror deb o'ylaymiz bu qarar. Ustoz sizga rahmat, mushu yaqindan buyon bizga ko'p ajr singdirdingiz. Keremcan aka siz mushu yana boshqa ustozlarga ham rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Esbol. 参加这一届的丝绸之路之声，首先，我感到特别的快乐，很久没有唱歌了，然后也很幸福，跟我的好多我们组的，包括别的老师的学生学员都能成为一个朋友。我个人认为是，音乐从来不是用来比赛的，这只是我们的一个，我们通过音乐汇集在这里，这只是一个开始。祝我所有的学员、所有的老师，以后在这个音乐的道路上，还是在我们这个人生的道路上，都一路绿灯。谢谢，感谢您的美好祝福，我们也会继续在我们的舞台上等待你们的到来。好的，感谢。 İnsan degan hamon nima Iskirtlaymiz shuni ham yema O'zimiz bilan Abduqahar. Asli burunqi oldin qara gruplarda men amalba bizning gruppimizda qizbola naqshchi mayr ba o'quvchi ba ahvolasida qizbolalar o'g'illarni birga ekanmay amalba qizlar bilan qizbolalarni bir grupplab shunday chiroyli tamomlagan bu pekalet bosqichni ammo bu qatim mana ikki qizimizniki naqshi aytish xarakteri uslubi jihatdan faqatla birga emas farq cho'ng O'shunda bo'lg'achqa biz yana Maqbira bilan Qahar o'quvchimizni birga ekilib bir peki qilishni maslahatlashib bekitdik-ku. Yurayli bizga bu naqshi. Bu bir qiz bir o'g'ilni bir peki holati bir gruppalash ma xarakteri bilan yurayli bizga deb bu tanlab bekitgan naqshimizni aytib kelib ketdi. Qiz o'g'il o'qishga aytib mos kelgan, ham ikkisiniki naqshi aytish xarakteri uslubiga tushgan yaxshi bir tanlash bo'ldi. Növbətdə əmdə səhnəyə təklif qılıb çıxıdığan mahirlərimiz Məxbirət Qadir bilən Abduqaharcan Nurməmməd. Yuqur sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Adaş neymiş kılavatsa? Şimdiki çıptaşı ettim şu. Neymiş şimdilikini bilemse bunu? Bilime? Adaş mağdur gen Abdullah Abdurrahim Ustaz obraz vekillikdeki Cam Mojito şimdiki halayımkan tassak olmaydı bunu. Uy hem buldu bu.
Yaxshimisilar, mening ismim Mahbira Qadir. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men 6-qirar Yipak yo'l sadasi Mayeri Abduqahar Nurmuhammad bo'lman. 经过第一轮的网选，我很开心的进入到阿布莱提老师团队。经过这次比赛，我很开心，我周围的朋友也为我很开心，我的父母也很激动。 Ikkinchi qatimliq aylanma musobaqada men bilan Mahbira bir guruhga bo'linib, Yurayli biz temizlik naqshini birga o'rindashga buyurib berildi. 阿布莱提老师很有责任心，很有耐心的去给我讲解了音乐方面的知识。 Bu jarayonda ustozlar naqshidagi hissiyotni bir taraf qilish, yana shundaqla puraq ham nafas kontrol qilish qatorliq nurg'un bilimlarni bizga o'rgatdi. Öteyle biz Yüceyle Yüreyle biz Toyqılgıça Öteyle biz Yüceyle Yüreyle biz Toyqılgıça Aslında şu bölünüş aletlerini esanlıdan çıkarıp koymasanlar, naqshning umumiy holati yaxshi. Mush mashqni davomlashtirib ketsak bo'ldi. 结果无论怎么样，我们都不会很伤心。 Sahnadashim Mahbiraga zo'r utuqlar tilayman. Mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi deb qarayman. Bularg'imi ikkinchi bosqichliq peki holatdagi musobaqasiga yaxshi tilaklarni Birga so'qdi yurak kishtor Sevgi kuylariga pushtor Ko'rolmasak yiroqni mayli Qadamlarimiz to'xtab qolmasin Aramızda qidash bo'lsa mayli ayrılışlar bo'lmasin Javri jafo kelsa mayli voz kechishlar bo'lmasin Sevaksiz inson yo'q-ku mayli yolg'onchilik bo'lmasin Vujudumni sana atay mayli vafosizlik bo'lmasin Yüreğli biz Toy qilg'icha Ötayli biz Mükchaygicha Bir faqat manga Senla kerak Gap so'zlardan parvoya Menzilimiz uzun olsun mu mayli Niyetlerimiz uçup ketmesin Aramızda qidash bo'lsa mayli ayrılışlar bo'lmasin Javri jafo kelsa mayli voz kechishlar bo'lmasin Sevenliksiz insan yok-ku mayli yolg'onchilik bo'lmasin Vujudimni sana atay mayli vafosizlik bo'lmasin Yüreğli biz toy qilg'ucha Ötayli biz mükchaygicha
biz to'y qilg'ucha o'tayli biz o'shaylicha yurayli biz to'y qilg'ucha o'tayli biz o'shaylicha yurayli biz to'y qilg'ucha. Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecek mukofotga erishgan mahirni Shanghai Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan mahirni Şinjan Cho'ng Ustam yemeklik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan mahirni Şinjan Herdembag yemek-içmek pay cheklik shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derecege erişken mahirimizni bo'lsa Şinjan imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. dereceli mukofotga erishgan mahirni Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6. dereceli mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz bor. U bo'lsa Şinjan dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Ekrandaki aziz görmeler 6. karar Altın Göğer İpekli Sadası programımızdan Herdembag grupsidagi keskin beygisi intayin köngüllik aleti devam etiyotidi. Mayırlarımız hemkarlık asasida ilgir biz anlagan muhabbet nakşılarını o'xshamagan uslubda bizga o'rlab beryotidi. Balkim o'zinglarning bugungi ifodanlarga ko'ngillarda az to'la numur bergan bo'lishinglar mumkin. Numurni so'ramay turayli. Oldi bilan boshqa yetakchi ustozlar qanchalik bir numur berdi va yoki qanday tavsiya qildi anglab boqayli. Şinjanhua muallim 男女二重唱的歌呢，我听过好多，但是像这样子配合这么好，关键这个内容太好了。对，内容非常好。vaqt munosabati men shu tavsiyamni day. Mahkara. Hoş. Hazırki Ali muallim. İşkeyleyen şu nakşını başlap ma'lum bir bo'lakkagicha o'tirkagicha shunda muqim etdi. Uni degan ancha-muncha bir masalalar bo'lib qoldi. Lekin shunda tirishdi, o'zini qo'yib o'tib ichidan cho'qqin bir yaxshi esaq degan ishonchlar yetdi. Ancha-muncha bir qismatsalliklar bor, lekin umuman yana shunda yaxshi menga bergan ta'siri. Keyingi bosqich mening tavsiyalarim Mahbira. Xursand bo'ldik. Tosh Muhammad Fatir muallim. Abduqahirdan tavsiya qilaman. Rahmat muallim. Xursand bo'ldik. Abdullah muallim. Yaman olmakçı. Kızık eğitti bunu. Ama bir sıkıştan maske gelende kesildim bu. Ya şuna teyze, minatçı. Minatçı bir şundan ondan oldu. Avaz sütüden tatıp naitti, umak. Ben şundan huzurlandım. Resmi uyan köygende. Çok Konser. Bula resmi konsert tayarlaptı. Biraz komediyelik. Ama ahırda müzik baldo tügümeydi asli ya. Baldo tügep ketdi mi? Yok muşda o'xshashmish. Aşırda naqshi eshib qilib. Muzika asta tatilib tugaydi ekan-ku. Sizlar ovozni muqim tutib turaveringlar deb mushda. Ha, shediki. Mag'firat bir vaqirgan, mabal bir yerim dastaga o'xshaydi. Ha, muzika yo'qolib ketgan. Diqqat qilmoqda deb. Biz sizlarni huzur elibcha mana shunday qilyapmiz. Rahmat. Yaxshi aytib berdinglar. Tavsiyarim Abduqahar. Rahmat. Rahmat ustaz. Kamil muallim. Rahmat shukriga. Ustozning berganmish topshiriqini meningcha o'zinglarning eng yuqori kayfiyat, yuqori saviyanglar o'rinlading deb qaradim men. Bular ikkilarning mening ismimda qolgan birinchi aylanmada. Ikkilarning qanday naqsh etgan ismimda bor. Meningcha o'zgarish nihoyat zo'r. Bular Abduqaharda. O'zgarish nihoyat zo'r bo'libdi. Men texmi unutmayman deb ustozga Abduqahar. Rahmat. Aygul muallim. Aslında bu erler avazındaki yuqori ovozni hal qilishga qaraganda ayollarniki asanroq bo'ldi-ku. Erlarning yuqori ovozni hal qilish bektas. Ras.
Ayollarning yuqori ovozda hamda jashing ishlatsa bo'laverdi-ku. Hech kim bilib qo'ysan jashing ishlatib turgandiki, erlarning chatoqiri jashing ishlatib qolib qolsa, tabiiy ovoz bo'lmasa, nafasniki kuch bo'lmasa. Ja ishlatdim. Bo'lmaydi, hal qilish bektasini qambi qilib nurg'un jillar ketadi-da shu o'yinni hal qilishda. Mahbira, men u to'n ovoz qismini shunda rohatga bekchiraylikka, anadagi rasmiy o'zini qilib yo'shan qilib qo'yitalaydi ekan. Lekin yuqori ovoz chiqqanda men ovoz tusi o'zgarib ketib qoldi ekan. Shuningga shu vaqtda anadagi kontrollikdan chiqib ketib qoldi ekanda ovoz. Şunu siz Mahbirani demoqchi qo'sh. Xo'sh, ta'siringiz? Ta'sirim Mahbira. Rahmat. Kelganligimiz hargizmi boshqa maqsad emas, balki sizlarning bizga kuch xato qilgan ana shundaqla naqshanlardagi tushuntiryapsiz. Rahmat sizlarga. Babadan konsert nozik kuchi. Uni aytishsa. Lekin mukchayichi shurda qolsa. Xo'sh, Keremjon muallim. Bu ikkisi bizning guruhdagi eng umoq ikki mohirimiz, ikki o'quvchimiz endi. Abduqahorjon Qashqa Shapuraqni edibiyotda yaxshi, Mahbira izchil, muqim, chiroyli ovoz bilan aytdi. Bizning mohirlarimizga biz izchil da'vatimiz bugun chiroyli sahnamizga eng chiroyli naqshlarimizni chiqaylik, eng yaxshi obrazinglar bilan deb. Hozirgi ustozlarning baholaridan qaraganda bu ikkisi nihoyat g'albilik, yaxshi bir maydon o'yin chiqdi sanki ustozlarni xush qila oldi. Eng muhim qarorni yana Ablat Abdukim ustozimiz chiqardi. Men shu Qashqa Puroq og'an Abduqahorga bilet tashladim. Rahmat. Bir qatimliq qo'llash va bir qatimliq rag'bat bo'lishi mumkin. Ablat muallim, undaqda yuqoridagi tavsiyalardan keyin sizningki tanlashingizni anglashga ehtiyojimiz bor. Bu ehtiyojni qondirma. Bu ikkinchi bosqichdagi bu bayga, ya'ni peki holatdagi bu musobaqa bir jig'zora, bir azob, bir qayg'u, bir ayrilish, bir bearamchiliklar bilan oxirlashyapti. Men shu chaqda men yig'lamanglar desam unimay, men meni xato tushunib bularcha o'zini azoblab xushal o'tsak bo'ldi. Bu qarsam ma qatim bular 6-qarada taqim shunda bir ko'ngil azodiga hamma guruhida shundaq. Bir rahatchilik, bir azodishlik, bir qaydoshchilik yo'q. Aramızda ayda qaydoshlik olmasin deb mushnaqshi deganga o'xshaydi. Shunchalik rahatchilik bo'lyotdi. Amaliyotda men bizning guruhga taqim shundaq qo'yayotgan talab. Şimdi yaxshi bir hamkorlikda bir nayta bir yerga ekeldik, bir-birisiga usquna tushadigan, yaxshi ijro bo'ladigan, yaxshi hamkorlik bo'ladigan, shunday bir imkoniyatni qilib, bir rahatchilik, bir yaxshi hamkorlik bilan bo'lsa bo'ladi. Qolganini biz keyin yana to'liqlashib olamiz ballar degan. Qaraganda bu ustozlarniki kayfiyatning shunday yaxshi bo'lib ketishlari qarab, mush maqsadlarimiz yetgan o'xshaymiz dedim. Abduqahorni men mandara qisqa vaqt ichidagi bu mashqlarimizda bundoq ilgirlash, bundoq unum bo'lar deb o'ylayolmagan. Rahmat ustoz. Bir kundan bir kunga shunchalik ilgirlash, bunday muqimlik, shu ovozniki chiqishma jashoni buningdan chiroyli qoladi, bugun rassal tayinib ketdi. Mashqda hammamiz shu jashon ishiltishiga shundoq masligimiz kelgan. Nimaligimiz mana bir rasmiy sahna bo'lgandan keyin mashq bilan yana bir suri farqi bor o'xshaydi. Ayvisi bor. Her iş geleyen şundak kütkünümüzdeki yaxşı icra kılıp tügettanlar, tamamladığınlar. Bizdeki bu ballar bilen yanı kılıdığın cık işlerimiz var. Biz 3. basqıçtaki musabıqı keskinlik ahvallarını çıkış kıp durup meşiqtiki ve keyinki basqıçtaki bulanın zimmisiga atkan naqşılları ve meşiqtiki ahvallarına asasen benim ahırkı tanlışım, kararım. O'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi sharshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi sharshaga. Çoğ ustamның çoğunluğu var. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetikqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmi ekan? Albatta,
içip baksan bilirsin. Ukam, Abdullah içken qaqsuydan bizga ne Camның qilagan? qaq suydan deymiz. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'te oturup yegen kökçünün təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen ballık çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni emdi qaytı tapdık. Cam, səhər, o armanlarını çoqalağı yazgan qırallık çağlağı oxşaydı. Xoşallık izdigüçüler üçün turmuş ula yaqtırıp rəng bərgən rəsmdək huzurluqdur. Xalığanda quşqa və ya ki yağmurğa aylanıdığan. Mənilik yaşaşını istemek bolsaq, özümüzge davamlıq ilham bereyli. Bu ilham sağlamlıq bolsun. Hayatımızga göher sağlamlıq məhsulatları həmrah bolsun. Göher. Vaqt rahimsiz. U haman bizni qiyirtidu. Lekin güzelligimiz öz qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşligi. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidu. Terinin yaş turshi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga sömürilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik aksıl peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga madad. Coşqunluq və işenç taşqından başlanğısı. Taşqın aqsıl talqanları. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latafetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Maqbira. Mübarek olsun. Maqbirani qizg'in qutlaymiz ham shunaqla keyingi bosqichga tayyorlik qilishga chaqiramiz. Rahmat. Xo'sh, yurolmay qoldigan bo'ldinglar-da oxirgacha. Hech qisi yo'q, yurak so'zimizni anglaymiz. Oxirgacha yuramasak mayli. Biratorim til qizg'in deb oxirgacha yuramasak mayli. Ustozlar oxirgacha yursak, Bundan keyingi kasbiy hayotinglarda nurg'un uchrashishlar bo'ladi, nurg'un o'g'inishlar bo'ladi. Ham shundaqla vaqti kelsa ip kep qolsa hamkorliklarmi bo'lishi mumkin. Cho'qib bo'ladi. Ablat muallimning, Keremjon muallimning peshiga ching esilib, o'zingiz xohlagan, o'zingiz orzu qilgan mushu sohada bu qisqagina hayotda rahat bir manzilda menishingizni umid qilamiz. Shundaqla bu safaringizga oq yo'llar tilaymiz. İnsan degan hamon nima? Biskutlaymiz shuni ham yema. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Adaş bu yaqinda bir xil siz eshitib o'zingizning xil yangilik yedigan bo'lib qoldinglar ya. Biz azaldan müstakimiz odaş. Sizin bu cep pezki yapsın nimning imzarning emasmi? Aştami mening imzarniki. Kostyum buruldim, biroq elib bir yurishdan bo'lib ketmaydimi? Buyurmamlik hamsa o'zimiz. Buyurmay barimiz aşağı. Baramlıqma? Hiç atlamıyor. Ay barlar siz.
电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米乐文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Güher丝绸之路之声》第2阶段对决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli pahalug'chi ustozlar, shunaqla qizg'in tomoshabinlar. Sizlarning ishtirok qilishinglar bilan ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Nijat Vali Yaqub riyosatchiligidagi Şinjan Tilak Mablag' Silish Boshqarish Chekli Sherikti, Şinjan Hamra Madaniyat Taqitish Chekli Sherikti, Şinjan Bug'ra Sodi Chekli Sherikti birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 6-qaror Oltin Güher Ipak yo'li sadosining 2 bosqichi bayga. Abdurahmonjon bilan Ilhomjonni bir bu qitimqi 2 bosqichga peki holatga tushishga musobaqa o'rlashtirdik. Bularning yana desak, yana shu yosh jihatdan cho'ng farqi bo'lmagan, naqsh etish uslubi xarakterimi bir yerga kelgan, texnik jihatdan o'zaro bir-birisiga yetishgan shunday bir holatga moyillarimizni. Hamda mushqatim taqsim bo'lgan yana Tilla Uzuk degan nomidagi bu naqsha. Men bek yaxshi ko'raman. O'zi intan chiroyli naqsha. Bek jamiyatimizda bek anglangan, ko'p anglangan, jiq umumlashgan naqsha. Necha vaqtdagi mashqdagi holatlar qanday sizningcha? Her ikisi tecrübeli nakşçılar. Yaş farkımı çok emas. Nakş etiş tariximi her ikisinden 20 yılga yetdi ekan. Tilla Uzuk degan nakşa menimcha bularning ovoz doirasiga mana ait mos keldi. Navbatda endi sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan mahirlarimiz İlham Rusul bilan Rahmanjon Tursun. 21 yıllık terakkiyat basqıçını muvaffaqiyat besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanghai Güher guruhi mayirlarga omad tilaydi. Nimani xiyol qilyapsan sen? Qarasamda bir nuqta qadilib o'tirsan o. Yani isimga hech bulanmadim, charchidimmi, yo uxlayman aka. Nimani qayan esingga olamadan? Oynaydigan yavattığı, burun sen bilen bağın var en bir qatam. Oşunda Peziye'nin ismini unutup kaldın mı? Çüş cemiyeti bilyard klubu. Of. Anda 5 ol oynayıp gidelim de. Vay bolsa canım aka bir oynagım kep ketdi. Kanalonikin tipti mende men. Resmi canım aka. Mandak. Yaxshimsizlar, mening ismim Ilhomjon Rusul. Yaxshimsizlar do'stlar, men Naqshdo'stlar Abdurahmondan sizlarga salomlar bo'lsin. Men bu qitimqi Ipak yo'li sadosi birinchi son televizorda qo'yilgandan keyin meniki yaqinlarim, urug' tuqqanlarim tarafidan yaxshi baholarga erishdi. O'zim shunchalik xush bo'ldim. Ikkinchi bosqichda men Abdulat Ablakim ustoz guruhiga tanlandim. Abdulat Ablakim ustozning guruhiga kirgandan keyin bizga oz bo'lmagan ta'limlarni berib, o'zimizniki naqsh etishdiki, nurg'unlagan kamchiliklarimizni ko'rsatib, bizni zo'r darajaga yetaklab keldi. Shu munosabatda men bu qitim o'zimniki hamkorlashuvchim, saboqdishim Abdurahmon bilan birga Tilla Uzuk temasidagi naqshini tayyor qildik. Ağladığım bulanlarga yar buldu. Yalnız kaldım muhabbetin yolida. Tilla Uzukni taqattu qoliga. Ben intizar edim bunun yolida. Tanlığının buralarga yar buldu. Yalnız kaldım muhabbetin yolida. Yaxshi. Mishma oxirgi po'roqlarni taqimi yaxshi bo'ldi hozir. Biz dastlabki o'ringa bekitsak, avjidagi ozroq ovozda bir qisilish bo'lyotdi. Sal ovoz sal egiz kelib qolyapti barlig'i. Mush o'rinni hisob qilaylik. Ma'qul. Mush o'rinda. Men mush hamkorlashuvchim Abdurahmonga texim zo'r utuqlarni tilayman, ham o'zimga zo'r utuqlarni tilayman. G'ayrat qilaylik. Do'stlik mehri muhabbet birinchi, musobaqa ikkinchi. Ilhomjon siz g'ayrat qiling, sizga omad tilayman. Bu ikkalangimi o'zimizniki, ya'ni go'zal orzular bilan, yaxshi tilaklarimiz bilan keyingi bosqichdagi natijalarni yaxshi bo'lishiga orzularimizni bildiraylik. To'g'ri.
nağısı anlandı jiraktan Men sevgen kız yasanıp da libastan Toy nağısı anlandı jiraktan Men sevgen kız yasanıp da libastan Teklifnamen berip du kelingde Gözümde yaş, yürekte dert azaptın Teklifnamen berip du kelingde Gözümde yaş, yürekte dert qiynaktın Yıla özükni takap du koliga Men intizar edim onun yoliga Tallıgının biravlarga yar buldu Yalğız kaldım muhabbetinin yolida Yüreğimde onun resmi var idi Teşna levler birbirisiga zar idi Yüreğimde onun resmi var idi Teşna levler birbirisiga zar idi Bergen vədələri yalğan ikən ya Bir ömürge meni aldığan dildan Bergen vədələri yalğan ikən ya Bir ömürge meni aldığan dildan Tıla üzükni takaptu koliga Ben intizar edim onun yoliga Allah'ının buravlarga yar buldu Yalğız kaldım muhabbetin yolida Geçse birga ikki yuraklar İkisida har xil arzu tilaklar To'y kechsa birga ikki yuraklar İkisida har xil arzu tilaklar Her insanın o'zi suygan yar bulsun Suyishganlar bir-biriga jam bulsun Her insan o'zi suygan yar bulsun Suyishganlar bir-biriga jam bulsun Dila özükni takaptu koliga Men intizar edim onun yoliga Allah'ının buravlarga yar buldu Yalğız kaldım muhabbetinin yolida Tıla üzükni takaptu koliga Ben intizar edim onun yoliga Tallıgının biravlarga yar buldu Yalğız kaldım muhabbetin yolida
a'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemakli chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atishga qaytmoqchi edim. Uydagi onamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilolmadim. Biz xonim qizlar yanalam shu go'zallikni bakroq so'yimiz, go'zallikka bakroq intilimiz. Men endi shu dilkor kiyimlarni kiyib, shundoq o'zimni boshqacha go'zallik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkor kiyimlarni ilishni bakroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkor kiyimlardan opasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab opirib boqay. Sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har va oy go'har tera asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida buzish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkardilik rolini o'tayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik chekish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Onun başqa rayonimiz havasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay chekish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidaligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib qo'yayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüç xanım qızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpat ve pason jihatda xanım qızlarının alqışıga, şundaqla itiraf qilishig'a erishib kelayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkor kiyimleri programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Rahmat Hardambog' gruppasidagi mayirlarimizning bizga ajoyib chiroyli kuy so'g'is tayyorligiga tashakkurimizni bildiramiz. Undaqda ustozlarning tavsiyasidan keyin tilla uzukni taqash sharifi qaysi mahirimizga nisb bo'ladi ekan? Oldi bilan ustozlarning tavsiyasini olib boqaylik. Abdulla muallim. Yaxshi aytildi. Endi buni ishkanlicha kiyim maqtayli biz. Maqtavasak, makatdan deb ketmoqlar. Tavsiyalar shikil dahshat yaxshi aytdi meningcha, shaxsiy fikrim. Men o'sha Ani-Banini o'rnida muvofiqamni tavsiya qilay. Ismingiz? Abdurahmon. Rahmat sizlarga. Ishkilarni tanqid qilishni tavsiya qilgandan sirt Abdurahmonni tavsiya qilaman. Rahmat. Aygul xonim. Tavsiyarim Abdurahmon. Rahmat. Xursand bo'ldik. Xalq Muhammad muallim. Tavsiyarim Ilhomjon. Xursand bo'ldik. O'xshamagan tavsiyalar albatta programmamizga jon kirgizdi. Hazrati Ali Muhammad Tursun. Bo'z tanab qolsa deyman, lekin birini tavsiya qilib qolsam, menmi Abdurahmon Xinjiang muallim. Ilhomni tavsiya qilaman. Rahmat. Yuqori tavsiyalardan keyin Kerimjon Muhammad Ali yaqindim. Kichkina farmoyiringizdan bugun qaysining ifodasi yaxshi bo'ldi? Ustozga kimni tavsiya qilasiz? Har ikkisini tajribalik mahirlarimiz bizning. Bugun shu har qaysi mahirlarimizning orasida mashqdikidimi yaxshi aytgan grupi deb qarayman bizning bu gruppani hozir. Unda bo'lsa, shu nuqtada men Ilhomjon tavsiya qilay. Rahmat. Xulla uzuk nomli bu naqsha yurtida muhabbatga nurg'un yoshlarning yoshligiga guvoh bo'lgan va amro bo'lgan. Shunlashqa bu naqshni intayin yaxshi ko'ramiz. Bizning alqishliq san'atkorlarimizdan Mo'minjon Abdukim apandim bu naqshni ajoyib chiroyli voyaga yetkazib o'rlab bergan. Albatta sizlarning ovozinglardan anglab yana bir yangilikni his qildik. Abdulat apandim, bugun mayirlarning ifodasi qandaqroq bo'lgandi? Nijat ukam deganidek buni mening qadrli suyumli inim Mo'minjon Abdukim mush rayonimizda tunji ijrosi bilan bu rayonimizga taralgan bir naqsha. Mo'minjon haqiqatan bek yaxshi, bek voyaga yetkazib aytgan, nayt alqishlangan, hammamiz yaxshi ko'rgan naqshlardan biri. Uningdan keyinmi shu yangidan o'sib ketilayotgan yoki naqshchilik sohasiga kirayotgan yoshlarniki o'ziga bir jang e'lon qiladigan, o'ziga bir tayyorgarlik qiladigan bir naqsha shu furoq elish mush jihatda bek agitma inchki ushshaq furoqlar bir qadar ko'p. Shundoq. Bizniki bu shu guruhida biz musobaqani ikkinchi do'stlik birinchi deb faqat entan yaxshi bir rahat bir konsert berish, o'zimizga eng yaxshi tushgan rahat aytilgan bir naqsh bilan naq maydondagilar va
ekran yuzidagilarga bir yaxshi bir numur tayyorlashni asos qilib naqsh taqsim qilgan. Faqat mushu ishkaylangilam biz u yon tanlab bu yon tanlab yurib sal vazni ig'ir bo'lgan mushu naqshi bularning ustiga chiqib qoldi. Ammo lekin har ishkilisi tajribasi bor. Yaxshi tirishchan o'quvchilarimiz bo'lg'achqa mashq jarayonida bir kundan biriga ilgirlash bilan bizni bir qadar xotirjam qilgan. Bugungi mushu hamda cho'ng sahnadagi holatda bir qadar jiddiylashlar bo'lsa-mu, yana har holda bu naqshni menimcha yaxshi o'rindab tamomladi. Birodarlar, qo'linglarni bersanglar. Ablat muallim albatta cho'qim ishkilanishi muqarrar. Mayli qandaqli bo'lishiga qat'iy nazar qabul qila olamiz, shundaqmi? Ustoz, nimasiga hurmat qilmas? Hurmat qilmas, tanishiga. Bir jiddiychilik bor. Bo'ldi. Mening eng oxirgi qarorim Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Ərdenbağ Yemək-içmək Payçək şirkəti Mahirlarga omad tilaydi. Dilkar huzurida sürgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tush jamiyati bilyat klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozoda muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati bilyat klubimiz bilyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush jamiyati bilyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'te oturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Atu, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yurishlige. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik.
Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Her işkilisini hep kalay. Mübarek olsun. Sahnimizda davomli hamkorlashish imkoniyati bo'lgan bu ikki nafar mayirimizni qizg'on qutlaymiz. Shundaqda tayyorlik qilg'ash turinglar. Qaysar bilan Odiljon. Odiljon bizniki bu tunji bosqichda birga ko'rdik-ku videolarni. Undan keyin qayta naqshi avatkizib angladik. O'zi otishninki naqshlarini bak chiroyli, yaxshi ekan. Shu urunduq aylanish birinchi bosqichdami Odiljonninki shu otish xalq naqshlarini tanlagan naqsi shunday chiroyli. Ammo Qaysar naq bu o'zi qo'mildan bu birinchi bosqichdagi urunduq aylanishda qo'mil xalq muqomlardan qo'mil xalq naqshlaridan ariya. Ikkilisi xalq naqsi etib tushdi. Ikkilisi bu birisi otish xalq naqsi etdi, birisi qo'mil xalq anglardan etdi. Әмдікі сәхнімізге chiqmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz Odiljon Qurbon bilan Qaysar Samat. Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Xinjiang tush jamoati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mishqotsa adash? Adash bugun bozordan oltin gör mahsulotlardan bir yuz setib olgandim. Shuni sinab qilib o'ltirdim adash. Shuni sinab teran shuncha yaxshi ekanda adash, men olay degandim. Jur adash, bozorga berib setib kelaylik. Salam ekran oldidagi barcha ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Men Qaysarjon Samat. Men Odiljon Qurbon. 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li savdosi programmasi qo'yilgandan keyin mening ota-onam, ayolim, shundoqla yaqinlarim intayin xush bo'ldi. Ablat Abdikim ustozning guruhiga bo'lingandan keyin ustozimiz Ablat Abdikim shundoqla Keramjon ustozlar bizga az bo'lmagan ajrlarni singdirdi. Bu qitimqi ikkinchi bosqich musobaqada mening hamroyim Qaysarjon ikimizga Sahrodagi muhabbat temasidagi naqsh bo'lindi. Çimenlikte uçrasan çiçek üzüp bireyim. Çimenlikte uçrasan çiçek üzüp Udardan çıktı hazır. Udar toşmayla ötep gitti hazır mı yerde? Nama? Çimenlikte uçrasam çiçek üzüp bireyim. Bu da bir kirli bir şey. Domba emas meydan. üzüp bireyim. Muş narsaga diqqat qilmasa qolmaydi. Oxirida savodishim Odiljonga zo'r utuqlarni tilayman. Hamda bu munosabatda mening hamroyim Qaysarjonga utuqlarni tilayman, hamda o'zimga utuqlarni tilayman. Hamda navbatida bu Qaysar bilan Odiljon ikkisiga ikkinchi bosqich pekiyalatdagi musobaqani nihoyatda rahat, go'zal, muvaffaqiyatli tamomlab, yaxshi natijalar bilan oxirlashtirishga Dilep çırlaydım, tınıklarım pek tatlı. Dilep çırlaydım, tınıklarım pek tatlı. Yarının bana sözü var,
süzmeydi uyatlı. Yarının bana sözü bak, süzmeydi uyatlı. Yarının bana sözü bak, süzmeydi uyatlı. Ayga qarab to'ymayman, kuyginimni bildingmi? Ayga qarab to'ymayman, kuyginimni bildingmi? Bosqan izim rayhondur, suyginimni bildingmi? Bosqan izim rayhondur, suyginimni bildingmi? Bosqan izim rayhondur, suyginimni bildingmi? Çimmenlikte uçrasa, çiçek yüzüp bireyim. Çimmenlikte uçrasa, çiçek yüzüp bireyim. Kızıl kumның üstegen, yüreksiz bireyim. Kızıl kumның üstüge, yüreksiz bireyim. Kızıl kumның üstüge, yüreksiz bireyim. Ciydilep içirlaydı, yüreğim tepirlaydı. Ciydilep içirlaydı, yüreğim tepirlaydı. Yüreğim tepirlaydı. Rayonumuzda güzellikli sevgici hanım kızlarının aldın talışı bulup kelayotgan süpat ve fason jihatda hanım kızlarının alqışıga, şundaqla itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixiga ega Dilkar kiyimlari Mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecek mukofotga erishgan Mahirni Shanghai Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan Mahirni Şinjan Cho'ngustam yemeklik chekli şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan Mahirni Şinjan Herdembag yemek-içmek pay chekli şirkati cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. dereceye erişken Mahirimizni bolsa Şinjan imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecalik mukofotga erishgan Mahirni Şinjan Çüş Cemiyati Bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6. derecalik mukofotga erishgan Mahirimizga ko'ngil so'g'imiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Qadrli mehmonlar, undaq bo'lsa, navbatda sizlarning tavsiyalaringiz orqali Mahirlarimizdan biraylarni ap qilishga qaror chiqaraylik. Qanundaqda Şinjan Xon muallim. Adilcan'da tavsiye. Rahmat, xursand bo'ldim. Hazrati Ali muallim. İşkelenning bu naqshini aytib o'rilishi umuman yaxshi bo'ldi. Ondan Qaysarjon kelsa, Qaysarjon hissiyot ifodalashmi yaxshi, lekin ovoz bishi sal tozalik turaqsizroq bo'lib qoldi, sal joyiga desmay. Adiljonninki bir qadar ovoz sal muqimroq bo'ldi. Ikkisi cho'ng farq yo'q, lekin erishkilikning o'zining alaylik bo'lmadi o'rlashyapti. Meningki 3-bosqichga nisbatan Ablat ustoz mening tavsiyalarim Adiljon. Rahmat, xursand bo'ldik. Xo'sh Muhammad muallim. Men ortiq baho bermay
Mening tavsiyalarim Adiljon. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul muallim. Benim tavsiyem Kaysar. Kaysar. Mayırlığımızda oxşamagan tavsiyeler çıkıvatıda, çoğunluğlar toxtuluvatıda hakikaten. Hamid muallim. Kaysarga tashlayman men biletni. Xo'sh, undaqda Yaxshi aytdinglar. Shunchalik astoydil bir tirishchanlik ko'rsatibsizlar. Ham bugungi kayfiyatingizda shuni uqdiq. Yaxshi aytildi. Shunga men bu Qaysarga tavsiya qilay. Qanundaqda Keremjon muallim, sizning tavsiyalaringiz kim bo'ldi ekan? Bugun mashqdagi qaraganda bolalarni aytib tirishib yaxshi etdi. Unda bo'lsa, men tuvanda Qaysarni tavsiya qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Navbatdagi tavsiya bosqichi bir qadar keskin ilib berildi. Undaqda eng oxirgi qarorni yanla Erdembağ gruppasining yetakchi ustozi bizning hurmatlik muallimimiz ham shundoqla faxrli san'atkorimiz Abdulat Abdukim apandim berdi. Qanundaqda anglab baqayli. Bo'ladi. Bizningki mushu bizning gruppaninki ahvolini ham desam, o'ylagan maqsadlarimiz shu shu mashq jarayonida baliq degan gaplarim shu. Meningki shu bir guruhlab bir juplagan har bir mahir o'quvchilarimningki tavsiyalari tapmatang bo'lib qoladigan. Shu bir arzuni kutgan. Birisi faqat aytamabdi, ma bekroq aytibdi, ma ikkisining orlig'i manchilik qasdan bunda qilib qo'yibdi deydigan ishlarni. Asosiyatdan har ikkilanlar men o'zim tanlab olay. Har ikkilanlar zot farqsiz shunaqa aytilgan shunaqa bir rohatchilikda mush naqshini taqsim qilishni mushni istadik. Mushni asos qildik demakchi. Haqiqiy odillik. O'ylig'inimdek her bir mayırğı tanlanan nakşlarımız del üzerine ustaxonaga düştü. Her bir ustazlarımızın tavsiyeleri asasen tang digidek bo'ldi. Muşu o'ylagan maqsadlarimiz meşqdiki tirishchanliklarımızın misalida o'ylaganimizdek bo'g'nidan aytib xursand bo'ldim, hadiqim chiqdi. Endi faqat bu yerdagi tanlash vaqtli qoldirib turishlarning hammasi bizning keyingi bosqichdagi tayyorliklarimizdagi o'zimizning meşq ahvolimiz bizning ko'nglimizga ayon. Shundoq. Yana mi keskin bo'lgan raqobatga tayyorlik qilish meşq ahvollarimizni ko'z tutib turib, mening eng oxirgi qarorim tanlashim Qaysar. Mübarek olsun. Qaysar efendimizin kızgın kutlayımız hem şunakla keyifli basışta tayarlıq görüşü çaktırımız. Bunu beraber. Ameliyatda anlıqçı bulu süptümüz bilen akşamızdan huzurlandık. En yaxşı alatı özünü namayan qıldı dep oyladık belkim. Teximi yaxşı altınızını namayan qılışqı imkaniyet ve fırsat var. Fakat siz xalısınızlar. Növətdə bugün ilojsizlikdan mushu qarorni chiqarishga majbur bo'lgan, ammo sizdan hargizmi voz kechmaydigan suyimli ustozingiz Abdulat muallimga qanday bir tashakkuringiz va yoki yurak so'zlaringiz bordir? Oldi bilan mening hamroyim Qaysarjonga muvaffaqiyat tilayman. Do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Shundoq. Ustozim Abdulat Abdukimning qaroriga hurmat qilaman. Yana bu bizning keyingi musobaqaning ehtiyoji, nomerlarning sarxil jonliq bo'lish uchun özünün o'ylaganlari bo'yicha bizga yaxshi bir tanlashni berdi. Bizga at yo'lliq sifatida bergan bilimlarga cho'nqur rahmatimni aytaman. Keremjon ustozimga rahmatimni aytaman. Meni shayga qo'llab evetgan ota-onamga, qarindoshlarimga, ayolimga, barcha xizmatdosh akalarimga, shu İpek Yol Sadası'daki programındaki ustoz akalarimga, hem ustozlarimga cho'nqur rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. Keyingi texnik güzel noktalarda sizlar uchrashishga ehtiyojimiz bor. Rahmat sizlarga. Kutlaymiz shuna g'anima. İnsan degan hamon nima. Kutlaymiz shuna g'anima.
Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, shundaqla suyimlik yetakchi ustozlar. Hammalarning guvohligida 6-qarar Altın Göher Yipak Yo'li Sadasi programmasining 2-bosqichi baygidagi Ardamba guruhining jumladan el e'tirofgan suyimlik yetakchimiz Ablat Abdikim muallimning baygisi mishada oxirlashdi. Mayirlarga omad tilash bilan birlikda do'stlarimizni yana davomli Kingsan programmamizda ko'rishga chaqiramiz. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Ko'rishga chamon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaydı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, taxit tilep seferde. İnsan şah seferde, baxtikler seferde. İnsan şah seferde, baxtikler seferde. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.